Assalomu alaykum. Zavqiy xayriya jamoat fondi xayriya ishlarimizni davom ettiramiz. Bir hoji onamiz 300 ming so'm mablag' bergandilar. Shu mablag'ni mana ijarada qiyin ahvolda yashab turgan Sohibaxon opamizga taqdim etamiz. Opamizni bemorliklari ham bor. Sohibaxon opa qabul qilasiz, marhamat. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Homiylarimizni duo qilib qo'yasiz, haqlariga. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz sog' bo'lsin. Voy mana shu kelib turgan ulug'ayon kunlarda qilgan xayrlaring ijobatga o'tib, Xudo o'z panohida asrasin. Tanjonlaringiz sog' Sog' bo'lsin. bo'ling opa. Siz ham Alloh mushkullaringizni oson qilsin. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda qabul qilasiz. Qurbon hayit bayramlari muborak bo'lsin. O'zingizga. Bizni kuzatib turganlarga ham yaqinlashib kelib turgan Qurbon hayit bayramlari muborak bo'lsin. Xayrli ishlardan charchamanglar. Xayriyalaringizni biz orqali yetkazishlaringiz ham mumkin yoki o'zlaringiz mana shu manzillarda yashovchi insonlarga taqdim qilib xayr saxovatni yana ham ko'p qilsak, albatta bu juda ham xayrli va savobli ish bo'lgan bo'ladi. Sohibaxon opa, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.